Xitoy Xalq Respublikasida Coca-Cola iste'molidan voz kechildi. Xitoy Sog'liqni saqlash qo'mitasi tomonidan sotuvdagi oziq-ovqat va gazlangan ichimliklar ro'yxatidan ushbu ichimlik butunlay olib tashlandi hamda undan santexnika tozalash vositalari sifatida o'liklarni kimyoviy tozalash suyuqligi kabi foydalanishga qaror qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, kanalimizda birinchilardan bo'lsangiz, video ostidagi like va obuna tugmalarini bosib qo'yishingizni iltimos qilardik. Bu siz uchun arzimas yumush, kanalimiz uchun esa o'ta muhimdir. Xitoy Respublikasining tegishli va inson salomatligiga mas'ul qo'mitalari tomonidan AQShning The Coca-Cola kompaniyasining alkogolsiz gazlangan ichimliklaridan Coca-Cola ichimligi iste'mol tovarlar ro'yxatidan olib tashlandi. Bunga sabab uning ingredientlari tarkibidagi inson salomatligi uchun qaytarib bo'lmas oqibatlarga olib keluvchi moddalar mavjudligi bilan izohlandi. Bu ma'lumotni isbotlash uchun Xitoy qamoqxonalaridan 500 ta mahbusni tajriba sinov sifatida foydalandi. Ularga kuniga 3 mahal 6 oy davomida Coca-Cola ichimligi berildi. 75 mahbus sinovlar natijasida vafot etdi. 150 ta mahbus nogironlik darajasigacha yetib bordi. Tekshiruvlar davomida ularda turli xil surunkali kasalliklar va sog'liq uchun yuqori darajadagi xavfli vaziyatlar vujudga keldi. Qolgan mahbuslarda o'rta og'ir holatlar, ichki a'zolarning yemirilishi aniqlandi. Tajribalar davomida ijobiy natijalar ham ma'lum bo'ladi. Ya'ni ushbu ichimliklardan sanitariya vositasi sifatida o'liklarni tozalashda foydalanish mumkinligi aniqlandi. Natijada Xitoy Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan oziq-ovqat savdo rastalaridan alkogolsiz gazlangan Coca-Cola ichimliklarini zudlik bilan olib tashlash qarori qabul qilindi. 2006 yilda esa Turkiya davlatida dunyoda birinchi marotaba Coca-Cola kompaniyasiga nisbatan ushbu ichimlikning tarkibi salomatlik uchun o'ta zararli deb topiladi va bu gigant kompaniyaga nisbatan Turkiya tomonidan jinoiy ish qo'zg'atiladi. Keyin esa sud tekshiruv ishlari olib borilgan. Bunga esa ichimlikni tarkibini ko'rsatuvchi etiketka sababchi bo'lgan. Gap shundaki, etiketkada ko'rsatilgan shakar, fosfor kislota, karamel, kofein, uglekislota va yana qanaqadir ekstrakt modda turk mutaxassislarining shubhasiga sababchi bo'ladi. Oqibatda Coca-Cola kompaniyasi o'sha ekstrakt moddaning nimadan olinishini ochiqlashga majbur bo'ladi. Kompaniyaning ma'lumotiga ko'ra, shubhaga sababchi bo'lgan ekstrakt Meksika va Kanar orollarida yashovchi kashinil hasharotidan olinishi haqida bayonot beradi. Bu hasharot o'simlik poyasiga tirmashib yopishadi va o'sha o'simlikning sharbati bilan oziqlanadi. Gap shundaki, bu hasharot o'simlikdan sharbatni so'rish davomida umuman harakatlanmaydi va qotib qoladi. Faqatgina urchish mavsumida joyidan qimirlaydi. Bu hasharotni yig'ish uchun Meksika va Kanar orollarida gektarlab maxsus maydonlar tashkil etilgan va mahalliy fermerlar ushbu hasharotni jalb qilish hamda yetishtirish uchun maxsus ekinlar o'stirishadi. Mahalliy dehqonlar hasharotlarni yig'ib olgach, maxsus usullar yordamida ularni chala yarim mahsulotga aylantirishadi. Bu hasharot xuddi uzumga o'xshaydi. Kompaniya esa bu hasharotdan dunyoga mashhur Coca-Cola ichimligiga rang beruvchi karmin deb atalgan pigmentni ajratib oladi. Siz va farzandlaringiz sevib ichayotgan o'sha Coca-Colaning betakror rangi ana o'sha kashinil hasharotidan olinadi. Mana sizga Coca so'zining asl ma'nosi qayerdan olingan. Endi biz sizga Cola so'zining ostida nima yashiringanligi haqida so'z yuritamiz. Bunda biz sizga dunyoning brendi The Coca-Cola kompaniyasida 23 yil mehnat qilgan ichki xodimning ba'zi bir manbalarga bergan ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Uning aytishicha, Coca-Cola ichimligining tarkibiga qizilmiya ekstrakti ham kiradi. Gap shundaki, ushbu o'simlikning ildizlari bilan turli xil mayda sut emizuvchilar va ko'rshapalaklar ham oziqlanadi. AQShning minglab fermer
fermerlari yirik plantatsiyalarda ushbu dorivor o'simlikni yetishtirish bilan shug'ullanadi. Ularni ildizlarini tonnalab ekskavatorlar yordamida yig'ishtiradi. Natijada millionlab ko'rshapalaklar jarohatlanib o'lib ketadi va ildizlar bilan birga pressga tushadi hamda omborlarga saqlash uchun jo'natiladi. Natijada o'lgan ko'rshapalaklar, sichqonlar va hasharotlarning qoni qizilmiya ildizlariga shimilib ketadi. Faqat qayta ishlov vaqtidagina ularning qoldiqlari va terilari qo'lda ajratib olinadi. Afsuski, Coca-Cola ichimligining rangi qoramtir ekanligi va tarkibidagi shakarning ko'pligidan ushbu ichimlikda ko'rshapalaklar va turli xil mayda sichqon sifat kemiruvchilarning qoni hamda oshqozonining suyuqligi borligini hech kim fahmlamaydi. Albatta, bu gigant kompaniya o'z brend mahsulotini salomatlik uchun xavfli ekanligini berkitish maqsadida turli xil oziq-ovqat ximikatlari bilan ishlov beradi. Ushbu kompaniyada 23 yil ishlagan xodim biror marta ham Coca-Cola iste'mol qilmaganligini aytib o'tadi. Demokratik davlat bo'lgan AQShning Washington olimlari Coca-Cola tarkibidagi karamel moddasini umuman karamel emasligini isbotlab berdilar. Aslida karamel deyilayotgan ushbu modda shakar, ammiak va sulfit kislotaning yuqori bosim hamda yuqori haroratda olingan inson salomatligi uchun o'ta xavfli bo'lgan, hattoki o'limgacha olib boradigan aralashma ekanligini ma'lum qiladilar. Bu zahar inson organizmida ushbu ichimlikka nisbatan moyillikni vujudga keltirib, o'pka, jigar, oshqozon osti bezi saratonini hamda leykemiyani keltirib chiqarishini aniqlashadi. Shu bilan bir qatorda ichimlik tarkibidagi turli xil sitrus o'simlik va mevalarning efir moylari hamda ziravorlar aralashmasi deyilgan qo'shilmasi o'rniga efir bilan to'yintirilgan spirtdan foydalanilganligi ma'lum bo'ladi. Karmin moddasi esa yaroqsiz ekanligi isbotlanadi. Ehtimolki shuning uchun ham Coca-Cola ichimligini ko'plab davlatlar umuman ishlab chiqarishmaydi. Musulmon va islomni tan olgan davlatlarda esa bu ichimlikni sotish tugul mamlakatga olib kirish mutlaqo taqiqlangan. Hindiston Oliy sudi tomonidan mamlakatda ushbu ichimlikning sotuvi taqiqlangan. Angliya, Ukraina va Latviya davlatlarida maktablarning boshlang'ich sinf o'quvchilariga Coca-Cola ichimligini iste'mol qilinishi cheklangan. O'zingizni ehtiyot qiling, salomatligingizni qadriga yeting. E'tiboringiz uchun rahmat.